Xo'p, gullarning changlanishi. Changlanish degani, ya'ni bizda changchi va urug'chi qismlari bor. Changchining ikkita qismi bo'ladi: changchi ipi va changdon. Changdonda yetilgan changlar agarda urug'chi tumshuqchasiga kelib tushsa, bu changlanish deyiladi. Ya'ni u changdonda chang yetiladi, tabiiyki, tumshuqchaga tushishining o'zi yetarli. Mana bu jarayon changlanish deyiladi. Changlanishning ikki xil turi bor: tabiiy va sun'iy. Tabiiy changlanishlar qanday bo'ladi? Yo chetdan, ya'ni bir o'simlik changi ikkinchi o'simlikka tushadi. Yoki o'z-o'zidan, ya'ni shu gulda yetilgan chang o'sha guldagi urug'chining tumshuqchasiga kelib tushadi. Demak, ikki xil holati bor ekan tabiiyning va ikkinchisi bu sun'iy. Sun'iy changlanish degani odam tomonidan, ya'ni changlar yig'ib olinadi va urug'chi tumshuqchalariga sepib chiqiladi. Bu sun'iy, ya'ni mo'l hosil olish uchun dehqonlar odatda shu holatdan ham foydalanadi. Xo'p, chetdan changlanish, ya'ni o'z-o'zidan emas, tabiiy changlanishning chetdan changlanish turi nimalar yordamida bo'lishi mumkin? Changdon yetilgandan keyin, ichida changlar yetilgandan keyin changdon yoriladi va changlar tarqaladi. Va bu tarqalgan changlar agarda o'sha hasharotlar yordamida yoki shamol yoki suv yoki qushlar yordamida urug'chi tumshuqchasigacha kelishi mumkin. Bu chetdan changlanish turlari. Birinchisi, eng keng tarqalgani bu hasharotlar yordamida changlanish. Ya'ni agarda o'simlikning guli chiroyli bo'lsa va u nektar ajratsa, u o'ziga hasharotlarni jalb qiladi. Kelgan hasharotlar nektarni olishi bilan, nektarni olish asnosida tumshuqchadan gul changini ham oladi. Tumshuqchadan olingan gul changi o'sha ikkinchi o'simlikka borganda undan ham nektar olayotgan vaqtda uning tumshuqchasiga tushirib qo'yadi va bu chetdan changlanish hasharotlar yordamida bo'ladi. Uni qaysi qismlariga yopishi mumkin? Mana bu qismlarga e'tibor qilamiz: xartumiga, oyoqlariga va tuklariga. Demak, changlar yopishib qoladi va ikkinchi o'simlikka borganda unga tushib qolishi mumkin. Xo'p, chetdan changlanuvchi, ya'ni hasharotlar yordamida changlanadigan o'simliklarga, demak, olma, o'rik, nok, beda, oqqay, g'o'za kabi. Va bundan tashqari qaysi o'simliklarda? Barcha guli chiroyli bo'lgan o'simliklar. Guli chiroyli bo'lsa, demak, u hasharotni jalb qilish uchun chiroyli. Shuning uchun demak, hasharotlar yordamida changlanuvchilar desak bo'ladi. Endi ulardan mo'l hosil olish uchun nima qiladi? Asalari, inlarini o'sha bog'larga qo'yiladi, ya'ni gullagan vaqtda. Gullagan vaqtda bog'larga qo'yishdan sabab, birinchidan, barcha urug'chilar changlanishi foydali bo'lsa, ikkinchidan o'sha nektarlardan olish orqali xushbo'y asal yetishtirish. Endi asalari mana kelib qo'ngan vaqtini qarang mana. Aynan urug'chining eng tub qismiga ajraladi nektar. Bu qismiga tushib olib chiqish uchun tabiiyki tanasini changdonlarga ishqalaydi. Bu vaqtda yetilgan changdonlar yorilib, o'sha asalarining tanasiga tegadi. Va bunda o'sha changlar yopishib qolgan holatda ikkinchisiga ham shunday bo'lgan vaqtda tumshuqchasiga tushirib qo'yadi bilmasdan. Ya'ni changlanishni hasharot atayidan qilmaydi, ya'ni bilmagan holatda. Uni qo'pol qilib aytsa, sizga aldab chaqirishgandek holat bo'ladi. Ya'ni gulning tub qismidagi nektarga aldab chaqirishadi va ikkinchi gulga ham shunday chaqirilgan vaqtda urug'lanish, ya'ni changlanish jarayonini amalga oshirib qo'yadi. Xo'p, bitta asalari 1 gram asal yig'ishi uchun 1 mingtaga yaqin gulga qo'nish kerak bo'ladi. Minglab gulga qo'nadi va 1 gram asal yig'ib keladi shunday holatda. Xo'p, ikkinchisi, chetdan changlanish yana bir turi bor. Bu ko'rimsiz, mayda hidsiz bo'lgan gullar, ya'ni juda ham xunuk bo'lgan gullarda shamol yordamida changlanish bo'ladi. Ularning guli hasharotlarni o'ziga jalb qilmaydi. Hasharotlarni jalb qilmagandan keyin, demak, ular changlari juda ham yengil bo'ladi. Bir o'simlikning changi ikkinchi o'simlikka shamol yordamida uchib borib tushadi, ya'ni tumshuqchasiga. Bu holatda, demak, o'sha qaysi gul o'simlikning gullarini siz ko'rmagansiz, ammo meva hosil qiladigan bo'lsa, barchasi demak chetdan changlanuvchi o'simliklar bo'ladi. Bunga misol ro'yxatga qaraymiz. Ya'ni shamol yordamida changlanuvchi o'simliklar: bug'doy, arpa, sholi suli, tol, terak, yong'oq va boshqalar shamol yordamida changlanuvchi o'simliklar. E'tibor qilamiz, bu yerda terak, yong'oq kabi o'simliklar, suli, sholi, bularni gulini ko'rmaganmiz-ku degan iborani ko'pchilik aytadi. Xo'sh, bular faqatgina guli xunuk bo'lgani uchun ham biz bularni guliga e'tibor qilmaymiz. Ya'ni guli chiroyli bo'lgan o'simliklarnigina gul deb, xunuk bo'lgan o'simliklar gul emas deya olmaymiz. Bular ham gulli o'simliklar hisoblanadi. Endi bular ichidan
olterak yong'oq dastlab gullab, keyin barg chiqaradi. Bundan oldin ham bizda bor edi, dastlab gullab, keyin barg chiqaradigan. Bular shaftoli, o'rik, bodom degan edi. Demak, ular hasharot yordamida changlanadi va guli birinchi ochiladi. Bular esa shamol yordamida changlanadi va guli birinchi ochiladi. Umumlashtirib qo'yamiz 6 ta o'simlik qilib ularni. Xo'p, bug'doy. Bug'doy shamol yordamida changlanadigan o'simliklardan biri hisoblanadi va bug'doyda guli ikki jinsliligini bilamiz. Murakkab boshoq. Kecha to'pkulda ko'rdik. Murakkab boshoq javdar, bug'doyi, ya'ni xarduma. Endi bular shamol yordamida changlanar ekan, bahorda gullagan vaqtda shamol bo'lsa, gullari bir-biriga tebranib uriladi va bu vaqtda changdonlar yorilib, changdonlardagi chang chiqib, ikkinchi o'simlikni demak changlantirib qo'yadi. Va bu jarayon shamol agarda kam bo'ladigan bo'lsa, bahor oylarida demak o'simlik kam miqdorda changlanadi va juda ham kam, ya'ni siyrak holatdagi meva hosil qiladi. Bu yerdan sizga mana bu iborani yodlab qo'yishni tavsiya qilaman. Changlari boshoqdan tashqarida osilib turadi. Bu iborani juda ham ko'p savolda ishlatasiz. Demak, changchilari boshoqdan tashqarida osilib turadi desa, bu bug'doy bo'ladi. Bug'doy o'simligining sizga changchilari boshoqdan tashqari osilib turadigan navlarini ko'rsating deydi. Siz bug'doy navlarini olishingiz kerak. Saratov, Ulug'bek 600 kabi bug'doy navlari bizda yozilgan. Shu ikkalasini olishingiz kerak bo'ladi. O'z-o'zidan changlanish bu demak qachon bo'ladi? Qachonki o'simlikning urug'chisi va changchisi ya'ni bir vaqtda yetilgan holatda. Ikkitaga moslanish bo'lishi kerak. Birinchidan ikkalasi bir vaqtda yetilishi kerak va ikkinchidan urug'chi changchiga nisbatan pastroq bo'lishi kerak. Shunda changdon yorilgan vaqtda changlar to'g'ridan-to'g'ri urug'chiga tushishiga juda ham qulay bo'ladi. Demak, mana shu ikkala moslanishga ega bo'lish kerak. Ammo o'z-o'zidan changlanish har doimgidek juda ham befoyda bo'lgan narsa. Ya'ni xuddiki jinsiz ko'payish kabi bo'lib qoladi. Bunda axborot almashinuvi sodir bo'lmaydi. Shuning uchun eng kuchli changlanish, ya'ni odatda hamma gulli o'simliklar gullaridagi changchi va urug'chini har xil vaqtda yetishtirishga harakat qiladi. Shunda boshqasidan changlanish orqali o'sha axborot almashinish, ya'ni geterozis deymiz biz buni, duragayning kuchi namoyon bo'ladi. Sun'iy changlanish haqida aytdik. Makka jo'xorida changlar yig'ib olinib, ularni urug'chisiga sepib chiqiladi. Bu sun'iy changlanish, ya'ni u mo'l hosil olish uchun qilinadigan ish. Gulli o'simliklarda jinsiy ko'payish. Endi hozir changlandi, ya'ni tumshuqchaga kelib tushgan chang mavjud. Endi o'sha tumshuqchaga kelib tushgan chang qanday urug'lanish jarayonini sodir qiladi? Shu haqida tanishib chiqamiz. Xo'p, bitta chang hujayrasi, bitta chang boyagi tumshuqchaga tushgan changda ikkita hujayra bor edi. Ikkita hujayra bo'ladi. Bu hujayralarning biri vegetativ hujayra, ikkinchisi esa generativ hujayra deyiladi. Vegetativ hujayra o'sib nay hosil qiladi. Mana bu, mana qarang mana. Tumshuqchaga kelib tushgan chang donachasi katta chizilgan. Mana bu nay hosil qilgan, toki mana bu urug' kurtak ichigacha. Yakunda mana urug' kurtak ichigacha. Demak, mana shu chang tarkibidagi vegetativ hujayra chang nayini hosil qilib beradi. Endi ikkinchi generativ hujayra bor, kichikrog'i. Generativ hujayra 2 dona spermiy paydo qiladi. Ikkita spermiy. Ikkita spermiy mana shu chang nayi orqali kirib keladi. Toki o'sha urug'chining ichidagi tugunchaning ichidagi urug' kurtak ichigacha. Urug' kurtakda mana murtak xalta qismi bo'ladi. Murtak xaltada bizga muhim tuxum hujayra va ikkinchisi markaziy hujayra. Endi qarang, bu yerda ikkita hujayra kutib turibdi. Generativ hujayradan paydo bo'lgan ikkita spermiyni. Spermiylarning biri mana qo'shilyapti tuxum hujayra bilan, ikkinchisi qo'shiladi markaziy hujayra bilan. Qarang, bu yerda tuxum hujayra ham urug'lanyapti, markaziy hujayra ham urug'lanyapti. Shuning uchun bu jarayon qo'sh urug'lanish deyiladi. Ya'ni birdaniga 2 dona hujayraning urug'lanish jarayoni qo'sh urug'lanish hodisasi hisoblanadi. Endi bu vaqtda urug'langan markaziy hujayradan endosperm, ya'ni urug'ning endospermi paydo bo'ladi. Urug'langan tuxum hujayradan esa urug'ning murtak qismi hosil bo'ladi. Murtak va endosperm birgalikda urug'ni tashkil qiladi. Ya'ni mana urug' kurtakdan keyinchalik urug', tuguncha qismidan esa keyinchalik meva shakllanadi. Mana demak, o'simliklarda urug'lanish jarayoni. Murtak, endosperm, demak qo'sh urug'lanish haqida ham aytdik. Agar
tugunchasida bitta urug' kurtak bo'lsa, u urug' kurtakdan keyin bir urug'li meva, ya'ni hozir tugunchani ichida e'tibor qilsangiz, bir donagina urug' kurtak turibdi. Bittagina chang o'sib kirib keldi. Demak, bu kelajakda bir urug'li o'simlik hosil qiladi. Misol uchun olcha, gilos, shaftoli kabi o'simlik hosil qiladi, ya'ni meva hosil qiladi. Agarda shu yerda urug' kurtak soni bir necha bo'lib, bir necha changlar kirib keladigan bo'lsa, demak, uning urug'i ham keyinchalik bir necha urug'li, misol uchun olma deylik, yoki behi yoki nok kabi o'simlik hosil qiladi. Xo'p, qiziqarli ma'lumotni ham o'qib qo'yamiz. Mana bu Rafflesia arnoldi, demak, dunyodagi eng yirik gul. Gul sifatida qabul qilingan, ya'ni gulli o'simlik o'z nomi bilan yopiq urug'lilar bo'limiga kiradi demak. Buni birinchi bo'lib o'sha Sumatraga borgan doktor Jozef Arnold va Thomas Stafford Raffleslar birinchi marta duch keladi bu gulga. Juda ham yirik gul. O'sha boshqa daraxtlarning po'stlog'ini ostiga kirib oladi. Ya'ni umumiy holatda buni parazit o'simlik desak bo'ladi. Parazit holatda bo'ladi. Endi bu o'simlik ularda qiziqish uyg'otadi. Qanday o'simlik ekan, ya'ni tuzilishiga qiziqadi. Buning mana bu gultoji barglari bor. Gultoji barglari qalin, juda ham qalin, 5 sm qalinlikda. Gulning o'zining diametri 1 metr, ya'ni mana bunday to'g'ri chiziq o'tkazadigan bo'lsak, 1 metr diametrga ega bu. Endi buni gulni ko'ryapti, ammo tagida ko'ryapsizki, bargi ham, poyasi ham yo'q buning. Poyasi va bargi yo'q, ammo gultoji bargi va rangi bor, rangli bo'ladi. Rangi o'ziga xos, qizg'ishroq rang. Endi o'sha daraxtlarning po'stlog'i ostiga kirib, daraxtlar kirasi hisobiga oziqlanayotgani tabiiyki olimlarni ajablantiradi va buni o'rganishga kirishadi va bunga ikkala odamni, ya'ni ikkala olim nomini aralashtirgan holatda Rafflesia arnoldi deya nom beradi. Dunyodagi eng kichik gul esa bu Valfiya gulidir. Valfiya guli kattaligi o'sha ignaning uchidekkina. Ignaning uchidek, ya'ni juda ham kichik o'simlik va u gul. Ya'ni gullay oladi, yopiq urug'li u ham. Demak, meva hosil qiladi desak bo'ladi. Meva va urug'larning tarqalishi. Boya biz shamol yordamida yoki suv yordamida yoki hasharot yordamida deb gullarning changlanishini ko'rdik. Endi changlanib bo'lgandan keyin hosil bo'lgan meva qanday tarqaladi? Mevaning tarqalish turlarini ko'rib chiqamiz. Endi pishgan meva o'sha million yillar davomida shamol, hayvonlar, qushlar, hasharotlar yordamida tashqariga tarqalib kelgan. Agarda endi buni turga tabiiyki mevani xiliga bog'liq bo'ladi tarqalish usuli. Aftaxo'r o'simliklar turi bor. Birinchisi aftaxo'r. Ya'ni o'z mevasini, o'z urug'ini o'z kuchi bilan tarqatadi. Bu o'simliklar qanaqa bo'ladi? Ya'ni meva pishgan vaqtda chokidan ochiladi va urug'i tashqariga otilib chiqadi. Meva ichida qolib ketmaydi. Bunga misol xina, ko'pchilik dukkakli o'simliklar. Dukkakli o'simliklarning ko'pchiligi, hammasi emas deyapti. Ya'ni burchoq toshlar oilasi vakillari, dukkak mevalar esimizda bo'lsa kerak. O'shalarning ko'pchiligi, hammasi emas lekin. Burchoq dukkaklilardan it qovun, ya'ni o'qotar bodring, kichik qovun shaklida bo'ladi. Qorong'ul o'simliklar, demak bular aftaxo'r, o'z mevasini o'z tarqatuvchilar hisoblanadi. Xo'p, keyingi bularning tarqalishi demak ichki bosim tufayli, demak meva chatnaydi yoki palalari buraladi. Ikkinchisi demak aftaxo'r birinchisi bo'lsa, ikkinchisiga o'tamiz. Shamol yordamida tarqaladigan o'simliklar. Bularning nomi yozib qo'yasiz. Anemoxo'r bo'ladi. Anemos shamol, xor tarqalish. Xorus tarqalish, ya'ni shamol yordamida tarqaluvchi mevalar guruhi hisoblanadi. Ularni mevalari odatda yengil bo'ladi va ularni anemoxo'rlarni ikkiga bo'lamiz. 50 kilometrgacha uchadigan turlari ham bor, ularni ikkiga bo'lamiz. Birinchisi anemoxo'rning birinchi turi bu tutam popuk orqali tarqalish, ya'ni uchida kichik popukcha, ya'ni paxtaga o'xshagan popukchasi bo'ladi. Shu popukcha yordamida shamolda uchib ketadi. Bunga misol terak, tol, qoq, o't, qo'g'a. Bular demak tutam popukchalar yordamida tarqaluvchilar. Ikkinchi anemoxo'r guruhi, ya'ni shamol bilan tarqaladigan guruh bu qanotchalilar. Qayrag'och, shumtol, saksovul, cherkiz, bayalish, baliqko'z, zarang, ravoch, jut bular meva atrofida qanotchasi bo'ladi va shu qanotcha yordamida shamol yordamida uchib atrof muhitga tarqaladi. Meva va urug'ning tarqalishiga asosiy rol o'ynaydigan 3-narsa bor. Demak,
Birinchisi avtoxo'r o'zini tarqatdi, ikkinchisi suv yordamida, shamol yordamida kechirasizlar, anemixo'r, uchinchisi suv yordamida tarqaluvchilar gidroxo'r. 3-guruhda yozib qo'yamiz, gidroxo'r. Gidroxo'rlarda qanday bo'ladi? Mevasi ham, urug'i ham suv o'tkazmaydigan qobiqqa ega bo'ladi. Bular dengiz, daryo, ariq, ko'l yordamlarda uzoq masofalargacha demak suzib bora oladi. Bular misol tariqasida gidroxo'rlarga nilufar, g'umay, kurmak, machin, qo'ypechak, zarpechak, zubturum, qurttana kabi o'simliklarni misol qilamiz. Demak, 3 ta guruhni ko'rib chiqdik. Xo'p. Endi keyingisi bor. Bu xo'p, keyingi turi hasharotlar yordamida yoki hayvonlar yordamida tarqaladiganlari bu. Umumiy zoologiyadagi barcha hayvonlar yordamida tarqalsa ham, hasharot bo'ladimi, hayvon bo'ladimi, qush bo'ladimi farqi yo'q. Ya'ni tirik organizm hayvon bo'lsa bu zooxo'r deyiladi. Zooxo'r, ya'ni hayvonlar yordamida tarqaluvchi bu 4-guruh bo'ladi. Endi ular tabiiyki mevasi shirin bo'ladi yoki shirin bo'lmasa qanday tikani yoki o'sha hayvonlar yungiga ilakishib qoladigan qanday moslamalari bo'ladi va bir joydan ikkinchi joyga tarqalishiga bu yordam beradi. Xo'sh, endi tarqalish bo'yicha eng kuchlisi tabiiyki odam. Chunki odam bir joydan urug'ni olib ikkinchi joyga olib borib ekishga eng kuchli organizmlardan hisoblanadi. Misol uchun deylik, mana odamlar o'tmishda Xorazmdan Amerikaga yantoq urug'i bedaga aralashgan holatda borib qolgan. Xorazmdan demak beda olib ketaman deb o'ylashgan, ammo bedaga aralashib yantoq ham ketib qolgan. Chunki yantoq keraksiz o'simlik, beda esa kerakli o'simlik sifatida olib ketilgan bo'lgan. Xo'p, urug'larning unib chiqishi. Urug' agarda shu yerga ekilgan vaqtda yoki o'zi yerga tushadigan holatda nimaga hamma urug' bir vaqtda o'sib chiqa olmaydi? Sabab ularga kerakli bo'lgan harorat paydo bo'lgan holatdagina o'sib chiqadi. Boshqa holatda unib chiqmaydi u. Ya'ni misol uchun qovunni haroratiga e'tibor qiling, 15, g'o'za 12, pomidor 10, makkajo'xori 8, uchala 5, 3, 2, 1. Aynan qaysi o'simlik necha gradusda unib chiqishini yodlab qo'ying. Chunki agar biz qovunni qishda ekadigan bo'lsak yoki erta bahorda ekadigan bo'lsak va harorat hali 10 gradus atrofi bo'lsa, qovun unmaydi. Qovun uchun demak harorat tuproqda 15 gradus bo'lishi kerak. Shuning uchun ham qovun odatda o'sha aprel va may oylariga yaqin ekiladi. Sabab unadigan harorat vaqti yetib kelishi bilan. Xo'p, ba'zi bir urug'lar bor, tuproq ostida unmasdan hattoki 10 yilgacha turaveradi. Ya'ni urug'lar o'sha morfologik jihatdan va fiziologik jihatdan chidamli bo'lgan urug'lar hisoblanadi. Bo'rtishi uchun nimalar kerak qarang. Suv bo'rtishi uchun kerak va maysalarni oziqlanish uchun ham kerak. Unda oziq-moddalar o'sha suvda hamma oziq-moddalar eriydi. Ya'ni kraxmal shakarga aylanadi. Ya'ni bug'doydagi kraxmal shakarga aylanishi sababli o'sha sumalak qilamiz biz bahorda. Aynan o'sha kraxmal holatida agar biz uni pishiradigan bo'lsak, oddiy non paydo bo'ladi yoki xamir paydo bo'ladi. Xamirda shirinlik xususiyati yo'q. Ammo kraxmal parchalanib tarkibidagi monomeri shakarga aylangan vaqtda uni pishirsak, demak shirin sumalak paydo bo'ladi. Urug'lar unib chiqish uchun havo kerak. Ya'ni tabiiyki urug'lar nafas oladi deb biz oldingi mavzularda ko'rib chiqdik. Tuproq yumshoq, o'rtacha namlik. Endi chuqurlikka qarab ekishga ham farqi bor. Agar urug' yirik bo'lsa, o'simlik urug'i yirik bo'lsa va qattiq po'choqqa ega bo'lsa, u urug'lar chuqur ekiladi. Agar urug'lar mayda bo'lsa, yuzaki sepiladi. Shuning uchun ham uyingizda ziravor ekadigan bo'lsangiz, misol uchun shivit yoki sabzi eksangiz ham agar urug'dan ekadigan bo'lsangiz, uni yuzaki sepasiz. Yoki bedaning urug'i ham hattoki bedaning urug'i ham yuzaki sepiladi, chunki urug'i juda ham mayda. Endi yong'oq yoki soxtakashtan kabi o'simliklarning qattiq urug'ini eksangiz yoki o'rikni eksangiz ham tabiiyki chuqur holatda ekasiz. Bunga sabab urug' yirik bo'lganligi uchun u chuqur holatdan unib chiqa oladi. Kichik urug'lar esa chuqurlikdan unib chiqa olmaydi. Shu sababli ular
nobud bo'lishi mumkin. Xo'p, endi haroratni demak yodlab qo'ydik. Nish, o'sha urug'dan chiqqan dastlabki maysachani nish deymiz. Urug' nish urdi deb ota-bobolarimiz aytar ekan. Demak, nish urish bu urug'ning o'sha murtakdagi boshlang'ich poyacha va boshlang'ich bargchalarning yer yuzasiga chiqishi hisoblanadi. Xo'p, endi nish urgan vaqtda mana ikki urug' pallalilar o'sib chiqqan vaqtda mana ikkita bargcha bilan yer yuzasiga ko'tariladi. Mana bu ikkalasi dastlabki urug' palla barg. Bu keyinchalik to'kilib ketadi. Mana bu esa haqiqiy barg bo'ladi. Mana bu urug' palla bargda tuproqdagi endosperm ildizida demak zaxira moddalar bor, shu hisobiga unib chiqadi. Bir urug' pallalilarda esa don, ya'ni don mevalarda bug'doy urug'ning unishi mana bitta urug' palla barg chiqadi, yer yuzasiga bitta barg bo'lib chiqadi va bu holatda mana endosperm tuproq ostida qopchaga o'xshab bo'shab qoladi. Xaltachaga o'xshagan tuproq ostida qolib ketadi. Mana qarang, bunda qolib ketmadi. Yer yuzasiga urug' palla barg chiqdi. Bunda esa demak endospermli urug' qismi tuproq ostida qolib ketdi. Shundan farqlab olamiz bir urug' pallalik urug' pallalarning tuzilmasida yana bir farqni. Xo'p, o'simliklar yaxlit organizm. Ya'ni u vegetativ va generativ organlardan iborat. Bu mavzuda u qadar ko'p narsa yo'q. Shuning uchun men sizga asosiy joylarini ko'rsatay. O'sha mana bu joyi bor. Kurtak g'uncha. G'uncha degani ya'ni ochilmagan gul holatini g'uncha deymiz, buni bilamiz. Misol uchun g'o'za shonalaganda shona bu g'uncha ma'nosida kelyapti. G'o'za shonalagan, ya'ni g'o'za g'uncha hosil qilgandan keyin barcha o'sha kurtaklari, gulli kurtaklari pastki qismdan yuqoriga ochiladi. Demak, poyasining pastki qismidagi gullar birinchi ochiladi, yuqorisidagilari keyin ochiladi. Bu birinchi barg chiqarmasdan gullaydi ma'nosini bildirmaydi. Dastlab g'o'za barg chiqaradi. Faqat bargdan keyin o'sha kurtaklar hosil qilgandan keyin, g'unchalab olgandan keyin pastdagi g'unchalar birinchi ochiladi. Pishish ham tabiiyki shunday bo'ladi, ya'ni pastki qismidagi paxtalar birinchi pishadi, ya'ni ko'saklar birinchi pishadi. Endi suv ham muhim. Tog'lardagi archalar hech qachon cho'lda jazirama qumga yashay olmaydi. Ya'ni har bir o'simlikning o'zining ekologik sharoiti bor, o'zi yashay oladigan muhiti bor. Misol uchun saksovulning bargi shu qadar mustahkam, mana qarang, yarim metr, 1 metr gipsli. Gips ya'ni xuddiki beton kabi juda ham qattiq yer, qattiq tuproq. Shu qatlamni teshib o'ta oladi. Yantoqning ildizi esa uzun o'sa oladi, ya'ni 25-30 metrgacha chuqurlik o'sib, o'zini yer osti suvlari bilan ta'minlab turadi. Xo'p, o'simliklarga ekologik omillar ta'siri, ya'ni tashqi muhit omillari ekologik omillar deymiz yoki buni yashash sharoiti desak ham bo'ladi. Ekologik omillar abiotik va biotik, ya'ni abiotik degani o'lik tabiat, biotik esa bu tirik tabiat ta'siri. Abiotikka, ya'ni o'lik tabiat ta'siriga tuproq, harorat, suv, yorug'lik, ya'ni bu abiotik o'lik tabiat ta'sirlari bo'ladi. Biotik esa o'simliklar, hayvonlar, hattoki odam ta'sir qilishi antropogen deb ataladi. Antropogen umumiy holatda biotikka kiradi, biotikning antropogen ta'siriga. Bundan ham muhim joylarini ko'rsataman. Qolgan joyiga u qadar bir o'qib chiqing, lekin ichida ma'nosi uchun o'qing. Qolgan joylarini 11-sinfda batafsil o'rgatilganligi uchun u joyiga e'tibor qilmadim. Sizga kerakli bo'ladigani boshqa o'simlik tanasida yashab parazitlik qiladigan o'simliklar bor. Bu zarpechak, deypechak, shumg'iya kabi o'simliklar demak boshqa o'simliklar tanasida parazitlik qilib, parazitlik hisobiga yashaydi va bu o'simliklarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Archa, qarag'ay, terak esa o'zini himoya qilish uchun fitonsid ishlab chiqaradi. Nimadan himoya qiladi? Bakteriyalarni o'ldiradi fitonsid yordamida. Tanasiga bakteriya tushmaydi. Shuning uchun ham archa zor, qarag'ay zorlarda tog'ga borib sayohat qilinadi. Astmasi borlar. Astma ya'ni nafas qisish kasalligi. Chunki nafas yo'llaridagi bakteriyalar o'ladi bunda. Shu nafas yo'llarida bakteriyalarni tozalash uchun o'sha tog'li hududlarga, ko'proq sanatoriyalarga dam olishga yuboriladi. Terakda ham shu narsa bo'lganligi uchun terak odatda o'sha bakteriyalar o'ldirgani uchun jamoat joylarga ko'p ekiladi. Hattoki uyimizga, yo'l yoqalariga ham terak ekishdan maqsad shu. O'zidan fitonsid ajratib chiqaradi va chayni va shovqinni ham yutadi terak. Xo'p. Tabiiyki o'simliklarga ijobiy va salbiy ta'sir degan tushunchalar bor. Ijobiy ta'sir o'simliklarga keltirgan foydamiz, salbiy esa ularga keltirgan zararlarimiz. Ya'ni o'rarimiz yoki o'shalarni payhon qilishimiz bular salbiy. Bularni demak oddiygina o'qish orqali ham tafakkurla ajratib olasiz. Yer sharida dorivor o'simliklar bor. Tabiiyki dorivor o'simlikning 1500 dan ortiq turi
ishlatilib kelinadi hozirda. Bulardan dori tayyorlanadi. Mavzuni ham o'tib olamiz. 8-mavzu. Demak, sistematika. Sistematikani maqsadi nima edi? Demak, o'simliklarni guruhlab olamiz, o'rganishga qulay bo'lish uchun. Qaysidir belgilariga nisbatan guruhlanadi. Misol, gullarini tuzilishi, poyasini tuzilishi, gullash vaqti, o'sha jinsiy organlar tuzilishi, umumiy o'simlikning tuzilishi, morfologiyasi, fiziologiyasiga ko'ra ularni juftlab chiqamiz. Guruhlab chiqamiz. Bu ulardan to'g'ri foydalanish uchun o'sha qaysi sistematikaga kirishni bilib, qanday qaysilari bir bilan chatcha olishini aniqlashimiz uchun kerak. Xo'p, bunga ko'ra sistematik kategoriyalar bor. Bular eng kichigi tur, turkum, keyin oila, sinfning ikkinchi nomi bor, ajdod. Bo'lim va o'simliklar dunyosi. Demak, 6 dona kategoriya bor. 6 dona o'simliklarda muhim sizga kerakli kategoriya bor. Tur bir-biriga o'xshaydigan o'simliklar guruhi. Misol uchun, tur va turkumni farqlash uchun oddiygina yo'l aytamiz. Misol uchun, do'lana deydigan bo'lsak, bu shunchaki o'simlik nomi do'lana. Endi agar mana shu do'lana bu turkum belgisi. Bunga qandaydir belgi qo'shadigan bo'lsak, misol sariq do'lana, qizil do'lana, o'sha yovvoyi do'lana kabi qandaydir belgi qo'shadigan bo'lsak, yaxshi, yomon, oddiy do'lana kabi so'zlar qo'shadigan bo'lsak, bu turga aylanadi. Eng kichik birlik tur. Chunki turkumga kiradigan, misol piyoz turkum deydigan bo'lsak, sarimsoq piyoz, anzur piyoz, mador piyoz, matur piyoz turlari ko'p. Turkumdan kichik bo'lishi kerak tur. Demak, turning asosiy belgisi demak, turkumdagi o'simlik nomiga qandaydir belgi qo'shilishi kerak ekan. Tur bo'lishi uchun. Endi tur va turkum aslida bitta nom bo'lgan. Dastlab buni ikkita nomga atashni Karl Linney qilgan. Chunki do'lana deb ketaveradigan bo'lsak yoki piyoz deb ketaveradigan bo'lsak, piyoz juda ham ko'payib ketgan. Hammasi piyoz bo'lgani bilan, lekin bir-biriga o'xshamaydigan piyozlar. Shuning uchun turkumdan ko'ra kichikroq tur kategoriyasini kiritishga majbur bo'lishgan. Undan katta birlik oila. Oilaga dosh qo'shimchasi qo'shiladi. Misol uchun, turkumlar yig'ilsa oila bo'ladi. Hozirgi bodom, o'rik, do'lan, namatak kabi turkumlar yig'ilib Ra'no doshlar oilasini tashkil qiladi. Oxirida dosh tushunchasi, dosh qo'shimchasi bor bo'lsa, demak bu oila kategoriyasi bo'lar ekan. Undan keyin kattalik bu sinf deyiladi. Sinfning ham o'ziga yarasha qo'shimchasi bor, bu simon. Sinfning ikkinchi nomi nima edi? Ajdod edi. Hozir ko'rgandik mana. Xohlasa ajdodni ko'rsating, xohlasa sinfni ko'rsating deyish mumkin sizga. Bu vaqtda demak, aniqlashimiz uchun so'z oxiriga simon qo'shiladi. Xo'p, sinfga qaysi misol qilamiz? Bir urug' pallali o'simliklar sinfi yoki lola simonlar. Yozib qo'yamiz buni. Bir urug' pallalining ikkinchi nomi lola simon. Ikki urug' pallali o'simliklar sinfi bu magnoliya simon. Oxirida simon qo'shimchasi bo'lsa, ajdod o'sha yoki sinf ma'nosini bildirar ekan. Bir urug' pallaliga demak, tabiiyki oilalar kirish kerak. Bir urug' pallaliga boshoqdoshlar, bug'doydoshlar, ya'ni loladosh va chuchmomadosh kabi 58 ga yaqin oila kiradi. Xo'p, ikki urug' pallalilarga esa ra'nodoshlar, ituzumdoshlar, gulxayrdoshlar, burchoqdoshlar kabi oilalar kiradi. 340 dan ortiq o'sha oila bor. Bir urug' pallali va ikki urug' pallali demak, sinflar qo'shilsa, sinfdan katta birlik nima edi? Mana e'tibor qilamiz kategoriyaga. Sinflar yig'ilib bo'limni hosil qiladi. Bu yopiq urug'lilar bo'limi yoki gulli o'simliklar bo'limini hosil qiladi. Yopiq urug'li yoki gulli o'simliklar bo'limi. Bo'limning ham o'ziga yarasha qo'shimchasi bor. Toifa qo'shimchasi qo'yiladi. Misol, magnoliya toifa, 40 quloq toifa, 40 bo'g'im toifa kabi toifalar qo'shiladi. Mana bu joyda demak o'simlik bitta o'simlik Meksika g'o'zasi tur bo'lsa, bu yerda Meksika so'zi turga xos bo'lgan so'z, g'o'zasi esa turkumga xos bo'lgan so'z. Oila gulxayridoshlar, sinf yoki ajdod. Ikki urug' pallalilar desak ham bo'ladi yoki ikkinchi nom magnoliya simonlar boya aytganimizdek. Bo'lim undan katta birlik. Gulli o'simliklar yoki magnoliya toifa. Toifa so'zi qo'shiladi. Toifalarni qarang, mana ochiq urug'lilar bo'limi, qarag'ay toifa deb ataladi. Ikkinchi nomini yozib qo'ying, ochiq urug'larni. Yopiq urug'lar magnoliya toifa deyilar ekan. Quloq toifa, ya'ni 40 quloqlar bo'limi degani. Yo'sin toifa, yo'sinlar bo'limi, yashil suvotlar bo'limi, va hokazo bo'limlar mavjud. Xo'p,
suv o'tlarini o'rganamiz. Suv o'tlar bir hujrali yashil suv o'tlar va ko'p hujrali suv o'tlarga bo'linadi. Biz bir hujralisidan boshlaymiz. Suv o'tlarining tanasi ildiz, poya, barg kabi qismlarga bo'linmagan. Ya'ni ularda ildiz bo'lmaydi, poya bo'lmaydi, barg bo'lmaydi. Shuning uchun ham ularni tanasini biz qattini yoki tallom deb ataymiz. Tanasi nima uchun qattini yoki tallom desa, qattini tallom ma'nosi ildiz, poya, bargga bo'linmagan tana ma'nosini bildiradi. Demak, qismlarga bo'linmagan tana. Xo'p, demak, suv o'tlar bilan gapirayotgan paytimiz barg, ildiz deb gapirishimiz mumkin bo'lmaydi ekan. Ularni qattana deb gapirishimiz kerak. Misol, xilrelli qattanasi yoki ulotrix qattanasi degan iboralarni qo'shib gapirishimiz kerak ekan. Xo'p, endi bularni ko'rib chiqamiz. Hozirgi vaqtda o'sha suv o'tlarning 30 mingga yaqin turi bor. Suv o't, ya'ni bular ham o'simlik bo'lganligi uchun ular ham fotosintez qilish xususiyatiga ega. Faqat fotosintezni xloroplastida qila olmaydi. Sabab xloroplast degan organoid yo'q. Ammo xlorofil degan pigment bor, ya'ni donacha. Xlorofil pigment xloroplastda emas, o'rnida xromatoforda joylashgan. Ya'ni xloroplast bu yuksak o'simliklar uchun xos. Suv o'tlar esa tuban. Ya'ni o'simliklarni ikkiga bo'lib o'rganishimizni aytgandik birinchi mavzumizda. Yuksak o'simliklar va tuban o'simliklar. Yuksaklarga yo'sin, qirqquloq, qirqbog'im, ochiq urug'li va yopiq urug'li o'simliklar kiradi, ya'ni u tomonda. Tuban o'simliklarga esa barcha suv o'tlari kiradi. Suv o'tlar tuban bo'lganligi uchun ular ildiz, poya, bargi yo'q va ularning organoidlari ham, ya'ni hujayrasidagi qismlari ham tabiiyki sodda holatda bo'ladi. Xloroplastdan sodda ko'rinish bu xromatofor deb ataladi va unda xlorofil pigmenti bo'ladi. Shu xlorofil pigmenti yordamida fotosintez qiladi suv o'tlar ham. 30 mingga yaqin tur bor, ular o'rtasida ko'k yashil rangdagisi. Ko'k yashil nima degandik? Yadrosi yo'q degandik. Yadrosi yo'q deb kitobingiz shu joyga yozib qo'ying. Ya'ni yadrosi yo'qlar prokariotlar deyiladi. Sarg'ish yashil, yashil, qo'ng'ir, qizil va sariq suv o'tlar bor, ya'ni turli xil rangdagi suv o'tlar bor ekan. Ularda demak, hammasi yashildan boshqa rang bo'lgani uchun yashildan boshqa pigmenti ham bor. Lekin qizil, qo'ng'ir suv o'tlar barchasida yashil xlorofil bor. Xlorofildan tashqari boshqa pigmentlar ham mavjud deb olamiz. Suv o'tlar faqatgina suvda yashamaydi. Suvdan tashqarida zax joylarda, o'sha sernam sharoitda o'suvchi daraxtlar po'stlog'ida, to'nkalarda, daryo yoqasidagi toshlar ustida ham uchraydigan vakillari mavjud. Xo'p, suv o'tlarning eng o'sha sodda vakili, eng kichik bir hujrali vakili bu xlorella. O'zi 2 dona bir hujrali vakil bor. Xlorella, ikkinchisi xloramidamonada. Boshqa vakillari bizga berilmagan kitobda, shuning uchun muhim emas bizga. Xlorellani o'sha bahor, yoz oylarida suvning yuzasida yashil g'ubor paydo bo'ladi. O'sha g'ubor suv yuzasidagi qism gullab qolgan suv deb ataymiz. Bu xlorella to'plami. Undan kichik bir tuzilma olamiz, ya'ni ignani uchi bilan olsak ham bo'ladi va uni mikroskopga qo'yib ko'radigan bo'lsak, mikroskopda kichik suvotchani ko'ramiz. Bu oddiy xlorella. Unda qanday qismlar bor? Oddiy xlorellaning oilasi xlorella doshlar. Oila demak dosh qo'shimchasi yana oilada qo'shilyapti. Uni demak mikroskopda ko'radigan bo'lsak, mana mikroskopda ko'rinishi. Hujayra qobig'i bor. Hujayra qobig'i va ichida sitoplazmasi, ya'ni suyuqlik va mana xromatofor, yashil qismi xromatofor. Xromatofor nima uchun yashil? Chunki unda xlorofil pigmenti bor, hozir aytganimizdek, va mana kichik yadrosi bor. Bu endi mana bu po'sti orqali, hujayra po'sti orqali suvdan o'sha o'ziga kerakli bo'lgan moddalarni shimib olib oziqlanadi. Asosiy oziqlanish usuli esa o'sha avtotrof, ya'ni fotosintez qilish orqali organik modda. Qanday organik modda? Kraxmal, oqsil kabi organik moddalar hosil qiladi. Asosan ko'p hosil qiladigan oqsil bo'lgani uchun buni chorva mollariga berib foydalanadi hozirgi kunda. O'sha oqsilga boy modda sifatida. Ko'payish usuli bor. Mana bu xlorellaning ko'payish usuli. Mana ona hujayrasi, mana hujayra devori yorilmaydi. Hujayraning ichida bo'linadi. Yoki 4 yoki 8 taga bo'linadi va qobiqni yorib tashqi muhitga chiqib ketadi. Bu ko'payish usuli hisoblanadi. Ya'ni 4 ta yoki 8 ta bo'lak ona hujayra ichida bo'linadi. Hujayradan tashqarida emas. Qobiqni yormasdan bo'linib, ichkarida tayyor bo'lgandan keyin qobiqni yorib tashqariga chiqadi.
Endi shu tariqa ko'payganligi uchun judayam tez ko'payishi 4-8 ta. Har bir kundan keyin ko'payishga kirishishi mumkin. Misol, bugun yangi paydo bo'lgan Chlorella ertaga o'zi bo'lim ko'payishni boshlashi mumkin. Bu degani bir oyning davomida bir necha millionga yetib qo'yadi bu. Xo'p, xlamidamonada ikkinchi bir hujrali sort hisoblanadi bu. Xlamidamonadani Chlorelladan farqi biroz murakkabroq bu. Qisqaruvchi vakulasi bor, asosiy. O'simliklarda qisqaruvchi vakula bo'lmaydi. Yagona qisqaruvchi vakulaga ega o'simlik bu. Xromatoforda, mana xromatofori bor, koschasimon xromatofor. Xromatoforda xlorofil pigment bor, shuning uchun ham yashil fotosintez qiladi. Va mana qizil dog' ko'zchasi bor. Fotosintez qilish uchun kerak bo'lgan yorug'lik tomonini sezish uchun kerak bu. Ya'ni sezgi organi bu. Sezgi organ demaylik, sezgi qismi. Sezish vazifasini bajaruvchi qism deylik. Qizil dog' ko'zcha. Organ bo'la olmaydi, chunki organ ko'p hujayradan iborat bo'lishi kerak. Va yadro va ikkita xipchini bor. Ko'z yordamida yorug'likni sezsa, xipchinlar yordamida unga qarab harakatlanadi. Xlamidamada qayerda uchraydi? Azotli birikmaga boy yoki o'sha ifloslangan suv havzalarida uchraydi. Akvarium devorida ham hatto uchratishimiz mumkin. Xlamidamonada oilasi, bunda ham Xlamidamonada doshlar oilasiga kiradi. Boya Chlorella esa Chlorella doshlar oilasiga kiradi. Ikkalasi demak o'z nomi bilan bog'liq oilaga qo'shib qo'yamiz. Keyingisi 40-mavzu. Shu yerda bir to'xtab olamiz. Savollar bo'lsa bir so'rab oling.